bir ikkita vatanparvar ukalarimiz kirib qolgan ekan. Gaplaridan yoshroq yigitlar shekilli videolarimizni ko'rib bunaqa xulosaga kelibdiki, O'zbekistonni tinch qo'ying degan xulosaga kelibdi. Mayli, tinch qo'yamiz. Faqat tinch bitib qolmanglar. Ya'ni O'zbekiston deyotganda bir narsaga hayron qolaman-da. O'zbekiston haqida qayg'urayotgan yuragingiz nimaga boshqa musulmonlar haqida qayg'urmayapti? Endi o'zimni yurtimda desa, mo'minning yuragi o'zini yurt haqida qayg'ursin degan qanaqa bir asos bor? Endi bugun biz mehroblarda gapirilayotgan vatanimiz, vatan sevmoq iymondan. Alloh taolo har bir insonga vatanni sevish va unga muhabbat qo'yish tabiatini ato etgan. Vatanimizga tinchlik, omonlik bergin deb duo qiladiganlar endi yaqinda paydo bo'lgan odamlar. Avvalgi musulmonlarda butun ahli islomda hammasini birday ko'rar edi. Meni yurtim, seni yurting deb hali kofir o'rtalariga bir chegarani tortib, bu yog'i seniki, bu yog'i seniki deb bo'lib bergan bo'lsa, bir-birlari bilan unaqa chiqqamish bo'lib, sen narigi tarafdasan, bu yoqqa o'tma, sen bu tarafdasan, narigi tarafda gapirma degan tushunchalari bo'lmasin. Nimaga desa, ular hayotdagi o'lchovlari Alloh ularga ko'rsatib bergan islom o'lchovi bor. Islom o'lchovida ikkinchi bir insonga nima deb munosabat bildiradi desa, qaraydi u insonning kimligiga. Agar u la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb shahodat keltirib, Allohning yagonaligiga, Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarligiga ishonib, tasdiqlab, guvohlik berayotgan bo'lsa, u sen uchun birodar, ya'ni aka uka degan shunaqa bitta statusni belgilab qo'ydi. Senga kim desa, aka ukam deverasiz. Ya'ni siz iymon keltirayotgan Allohga iymon keltirsa, siz ishonib payg'ambar deb tan olayotgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambar deb tan olsa va u zotning ko'rsatmalari va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shu bizni hayotda qiladigan ishlarimizni o'rgatib beradigan, vahiy orqali bizga yetkazadigan Allohning elchisi deb bilsa, shunga ergashsa, sizga nisbatan aka uka bo'ladi. Endi bu yerda ikkinchi savol bo'lmaydi. Agar bizni vatanimizdan bo'lsa aka uka bo'ladimi? Haligi kofir 24-yil bizga chizib bergan chiziqda ichida bo'lsa aka uka bo'ladimi? Yo shuni ichidagi odamlarga nisbatanmi deb turib unaqa savol berilmaydi. Islomda musulmon bilan musulmonni o'rtasini bitta kofir kelib chizig'i bilan belgilab bermaydi. Shuning uchun haligi O'zbekistonim, meni yurtim omon bo'lsin, bizni yurtimiz tinch bo'lsin deb duo qilayotgan, shunga chaqirayotgan, shuni muqaddaslashtirayotganlar e'tiqodiylarni bir yangilab olinglar. Endi bu yozayotgan ukalarimiz menimcha yoshroq bo'lsa kerak, hali juda ko'p narsaga farosat yetadigan darajada emas, bir sayoz fikrlar bildiribdi. Shunaqa bolalarni o'ta qattiq bir qistovga olmasdan chiroyliroq so'zlar bilan tarbiyalashga harakat qiling. Yaqin atrofidagi yoki shularga javob yozayotgan odamlar fikrlashga undaylar. Nimaga endi faqat bizga kimdir belgilab beradigan chegarani ustida fikrlashimiz kerak? Birinchi bizni fikrlashimiz nimaga chegaralanish kerak? Kimdir chegara tortib qo'yish kerak. Yani undan nariyoqqa fikr bildira olmaslik qayerdan kelib chiqdi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hatto islomiy bo'lmagan yurtlar haqida fikr bildirardilar. U zotning davrida Kisroda, ya'ni o'sha davrdagi Xusrav ibn Hurmuz, ya'ni Sosoniylar davlatini eng katta boshqarayotgan boshlig'i, ya'ni podshosi. Bu odamni taxtdan tushirishdi. Taxtdan tushirishdi-da o'rniga boshqasini olib keldi. Boshqasini ham haydab tashlaganida o'rtada ancha nizo janjallar chiqdi va bularning o'rniga qavmning orasida, ya'ni Sosoniylarning orasida taxtga yaraydigan erkak kishi qolmadi. Ya'ni yoshlari qoldi. Shunda Hurmuz o'lgandan keyin, Kisro o'lgandan keyin buni o'rniga qizini olib kelib o'rnatamizda, shu orqali davlatni boshqaramiz deb davlatda bir toifa siyosiy insonlar haligi kichkina shahzodani haydadi, o'rniga Kisroning qizini olib kelib qo'yishdi. Ya'ni bir qanaqadir siyosiy ish, katta bir hozirgi til bilan aytganda dunyoda o'zini quvvatini o'tkazayotgan bir державаning ichida bo'layotgan bir siyosiy ish. Shu haqida payg'ambar alayhissalomga xabar kelganda, indamasdan qo'y siyosatga aralashma. Bo'lib ham bu begona davlat siyosati, umuman aralashmanglar unaqa narsalarga. Tasbehni olinglar hammanglar, o'giringlar deganlari yo'q. Yani bugun shunaqa deyshadi-ku. Rossiyani, Amerikani siyosati yo bo'lmasa qaysi bitta davlat siyosati, ularning geopolitik bugungi siyosatlari haqida bir kimdir gapirayotsa, darrov siyosatga aralashma, u senga nima aloqasi bor uni siyosatini deydi.
Bizni payg'ambarimiz shunga o'rgatdi. Nima dedilar desa, aralashdilar. O'sha paytdagi Fors imperiyasini siyosatiga fikr bildiryaptilar. Nima deb desa, o'zlariga ayol kishini boshliq qilgan qavm hech qachon najot topmaydi dedi. Mana bir boshqa bir xalqda siyosiy voqealigiga Allohning payg'ambari bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam siyosatlarini bildiryapti. Munosabat bildiradi. Bundan sal avvalroq xat yozgan paytda o'sha otasi Kisro ibn Hurmuz xatni yirtib otib yuborgan edi. Buni xabari payg'ambarimizga kelganda Alloh taolo seni mulkingni ham xuddi shunaqa parchalasin deb duo qilganlar. Haqiqatda bu duolari qabul bo'lib, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan butun mulki parcha-parcha bo'lib, xonavayron bo'lishdi. Keyin musulmonlar kuchaygandan keyin bularni bitta-bitta fath qilib, umuman Sosoniylarni o'sha imperiya territoriyalaridan quvib tashladi. Bu nima edi desa, boshqa davlat haqida bildirilayotgan siyosiy fikr, ularga o'tkazilayotgan siyosiy ta'sir va uni orqasidan qilinayotgan siyosiy va harbiy hujum edi. Bu narsalar, ya'ni bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sodir bo'lgan ishlar, shuning uchun biz uchun bu narsani sunnat deb bilamiz. Va davlatlarda siyosati haqida gapirishdan tortinmaymiz. Chunki sunnatga amal qilayotgan odam qaysidir bir nodon odamni taklifi bilan o'zi ergashayotgan sunnatni voz kechmaydi. Bugungilar bizni aldash uchun faqat sunnat desa misvayni ushatib qo'yib, shuni tishingga surkasang sunnat bo'ldi. Yo uzun bir ko'ylakni kiydirishni o'rgatib, shuni kiyib yursang sunnat deb tushuntiryapti-yu. Aslida sunnat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda olib kelgan yo'llari. Qayerdan olib kelgan desa, Robbilari huzuridan bizga to'g'ri yashashni o'rgatib, u zotdan olgan vahiylarini bizga yetkazib berganlar va hayotda amal qilib ko'rsatib berganlar. Shuning uchun ham u zotning aytgan gaplari ham, bizga ko'rsatib bergan amallari ham, hatto bir narsada rozi bo'lib, ma'qul bo'lib, shu narsaga sukut saqlagan bo'lsalar, bu narsalarni ham biz sunnat deymiz. Va u ishlarni qabul qilayotganda sunnatni qabul qildik va ergashayotganda sunnatga ergashdik deb aytamiz. Mayli odamlarga yoqmasa ham. Ba'zan ba'zi odamlar shuni tushuna olmasa ham Alloh taolodan shular saviyasini ko'tarib bir tushunishligini Allohdan so'rab qolamiz. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini tushunsin. To'g'ri sunnatga amal qilsin. Sunnat desa haligi cheklab olib o'zlari bilgan to'rtta narsani sunnat deb yuravermasin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videolarimiz tez chiqib turishini istasangiz videoga like bosing. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Videolarimizni boshqalarga ulashing. Albatta ulash uchun ham amal qilganlik savobini oladi inshaalloh.